aytamanki ayollarga erkakni yo'qchilikda qo'llab-quvvatla, yonida bo'l. Yo'qchiligi bu hech qachon uni tashlab ketishiga bahona emas. Har xil vaziyat bo'ladi. Nimani chidama deyman doimda? Urdimi, chidama. Chunki bilasizmi, bu men bilan shunaqa mumkin degan narsa. Qo'lini ko'tardimi bo'ldi. Ana shu yerda prosta stopni bosish kerak. Qanaqadir qilib bo'lsa ham, dadang yordamidanmi, yaqinlaring yordamida birinchi o'zi bilan gaplashsin. Men bilan bunaqa mumkin emas. Agar yana bir marta qo'l ko'tarsangiz, men boshqa chidamayman, men yashamayman siz bilan. Chunki men bu dunyoga meni urishlari uchun kelmaganman. Alloh seva yaratgan. Nima uchun menga qo'l ko'tarishingiz kerak? Bo'lmaydi bunaqa. Men ruxsat bermayman. O'zimni tomonimdaman. Ayol shu yerda nima qilyapti? O'zini tanlayapti. Eriga qulay bo'lish uchun, u yaxshi bo'lishi uchun o'zini jabrga solib, uni urishlariga bermayapti. O'zini tanlayapti. Mana shu o'zini sevishda. Endi nima qilyapti? Ikkinchi marta yana shunaqa vaziyat bo'ldimi, chiqadi ota-onasiga aytadi. O'tkazib, kechirasizlar. Bitta narsaga to'g'ri tushuninglar. Men va meni qo'llab-quvvatlashinglarni istaman. Meni bo'yapti. Menga qo'l ko'taradi. Men bunaqa vaziyatda sharoitda yashay olmayman. Mendan xato o'tayotgan bo'lsa, bu xatoni ustida ishlashga tayyorman. Balki men ham noto'g'ri qilayotgan, lekin meni albatta bunaqa urib meni jazolash kerak emas deb ota-onasiga ayt. Ishlamadimi? Ana shu yerda aytaman, hech qachon chidamang. O'zingiz tomoningiz bo'ling. Ayol birinchi agar o'zini qo'llab-quvvatlashni o'rgansa, o'ziga berishni o'rgansa, o'zini qalbini eshitishni, o'zini to'ldirishni o'rgansa, ana shu to'lgan ayol quyosh bo'ladi oilada.